Nazaretçi Şişimke, Enstitü, Sünçankwa, Baş Krallıbıçı Wang Shuqing, Şirhuiçin, Nazaretçi Şülücün, Enver Mahmut, Senaryo eleştirgücü Can Bing, Operatör Murat, Rejisör Şerzat Yakov. Bu filmni Şinjan Uyghur Abdurrahman Rayınlı Radyo Kino Belediye Tercüme Merkezi Uyghur tarafa tercüme kılıp işledi. Tercümesiga qatnashuvchilar. Tercüme qiluvchi Muhammad Turdi, Rasul Muharrir Ablat Zeydi, ovoz oluvchi Odil Qurbon, ovoz rejissyori Turg'un İbrahim, Abdusalom Oblobekev. Film nazoratchisi Turg'un İbrahim, bosh nazoratchi Osman Muhammad. Ovoz beruvchilar Odiljon Umar, Gulzar Nurgul, Almas Abdiz, Kaysar Habibullah, Emincan Elif Almaz, Dilşat Barat Sultani, Nurbiye Mahmut, Mevlüde Kahar, Rabi Gül Ahmet, Gülbahar Rozi, Kalbinur El Nazi, Gayeki Muhammed, Nuriye Kadir, Hatigül Kulun, Ömürhan Rozi, Nurcan Hacı, Müzeffer Mümin, Santık Kurban. Boy pastaycamızdan vurulup dolatdı. Saniye, ben futbol şahi. Sen otur meydanda tursan. Nemine sana pastay girekmen. Futbol şahinin otur meydanda turduğun adam ki pastay gelip köygen miydi? Bana verip özür mutlu. Yani üstün koyup koyun gezin kozaldı mı? Ben de keçirim sonra akutun mu? Sen de keçirim soramdım tekiye. Seni konuşmamsın ha? Konuşunla. Ornunlardan turmay konuşunla. Yani kaysınla yaman. Ben bir kör bakay. Eğer kaysını yığılsam, bugün akşam şunu apırıp küçük atıcıyı sorup koyman. Oldu da o beni yıktım etti. Ya kara git ona kara. Bir mehalde oynayıp çoğulgan turup, hadi küçük horazladık sokuş sürdün onlar yemesi. Sen de keman okşumunsan, oradan dur. Oldu balalar, kayıt verip, dadanlarda eğitimler. Erkeşte, kentteki barlık adamlar kentin halk sağlığa çığırıksın. Nasıl emir tamam?
baram. Şurada, şurada. Hey, siz bultur yo'qolib ketgan arxeologmi? Hamsa kimlarni izlab keldingiz? Aldırmaydı. Ben Kadir'ini izlab keldim. Qadirni? Qadir degan nima shu? Ben Elijon, chapqa suv tayyorla. Yigit. Batur ekansiz, juma. Elijon aytgan lag'mandan ikki taqsir ekan odamning hammasi batur hisoblanadi. belki o'xshabdi. O'xshabdimiz. Elijon faqat lag'manni italaydi. Agar bu lag'manni-chi, unda 10 kilo yeysangiz aman deydi. Yigit, sizni tarbiya komitetidan taqsim qilib taratdimi? Hozir o'quvchilar ta'tilga qo'yib berildi. Qurda kishmish. Aka, intayin muhim bir ish bor. Darhol tashkillash kerak. O'chakka ikki betida. Yangi saqlon qizlar yosh o'smirlar futbol musobaqasi o'tkazish to'g'risidagi o'qitish. Buning nimasi muhim? Buni o'ylashga vaqt yo'q. Ha? Bu qatimqi burunqa o'xshamaydi. Bak muhim. Muhim bo'lgandimi? Intayin muhim. Sizga deb qo'yay. Biz Qumqo'yliq kantidagilar futbolga qiziqamiz. Balalar mashq qilmasimi? O'zi qilamanki, uchinchi bo'la olamiz. Yo'q. Bu qatim chempion bo'lish kerak. Chempion. Yigit, hanzul saviyamiz qanaqa? Yomon emas. Bu men naygazga quduq kezish haqidagi doklad. Ko'rpaqa xato-xatari bormikin? Aka, bu musobaqani qanday qilamiz? Elijon berib o'tirayotgan. Top tepishga amroq bolalarning hammasi kelib Muhammad muallimga o'zini ma'lum qilsin. Rahmat Qodirga. Muhammad muallim. Aşu kefsiz balalarını optan başkurum. Qarab, muşunun bilan dariza ineklerini 15. kısım almıştırışım. Kent başlığımı ulağıya birini mi değil mi de? Ma'qul. Rahmat. Muhammed, 2 gündür beri bir tenterbiye muallimi gelip tızımlattı mı? Terbiye muallimi? Yo'q. Kelmedi mi? Rost kelmadi. Rost. Bir qiz men futbol treneri deb keldi. Doğru. Dal shu, men uni ketkizmatdim. Bu kadrlar idaresinin Qumqo'yliq kentiga bergan alohida shtati. Avlat hokim o'zi topilgan ish. Ha? Men hozir berib izlay. Topolmasangiz Qumqo'yliq kentiga o'zingiz borsiz. Men ya tarbiya o'qituvchisi bo'lsam, men berib nima ish qilaman? Qumqo'yliq kentiga berib futbol komandasi tashkillaysiz, chempionlikni ololsanlar qaytasiz. Qarab shunida. Şehirlikte mi kırıştan bu koyuyorlar bu? Bu çok şehirlik emez. Şehirlikte. Ne? Ben kuşun bunu koyduk kaçayım. Oldu. Uyak kelinglar. Aranglarda qaysi ma'lum maharati eng yaxshi?
Bu top yeri kim tepti ha? Ronaldo sağda yeni tekmekken okşuyorsan ha? To'xta. Eğer ben seni çıkıp oradan olsam, herkes Oldu. Sizlerden bir kaç sual sorayım. Sizler futbol oynaganını ko'rganmi? Odatda sizlar qalayimqan tepib o'ynaganni emas. Eliqirek muntazam musobaqani deydi. İtalya odarchiliklar musobaqasidamisiz yoki Angliyanikimi? Sizlar texi mushularni bilamsizlar? Bilmamdigan. Men qancha marta motor komandasini yaxshi ko'raman. Ular AC Milan komandasini yaxshi ko'rdi. Ajab jiq narsani biladigansizlar bu. Hay. Boy qechib ketgan bolani Elijon nima deb chaqirdi? Ronaldo! Hammamizning laqabimiz bor. Sening isming nima? Beckham Warren. Mening ismim Ronni Arafat. O'ttir maydonda qaysinglar o'ynaysizlar? Ha? O'qing. Zoni o'tgan mavsumlik imtihonni o'tganmidi. Uni dadis topshiriq ishlarida berib so'rab qo'ydi. Aka, ko'nglingizni tushunaman. Men bu Elining o'qish natijasining yaxshi bo'lishini umid qilaman. Biroq bolaning dam olishga ahamiyat bersangiz kerak. Kechgacha uyga solib qo'ysangiz bo'lmaydi. Shunga men Elining kentdagi futbol komandasiga qatnashishini umid qilaman. Men uni uyga solib qo'ymadim-ku. Demak, Elining futbol komandasiga qatnashishiga qo'shildi ekansiz-a? Eli. Qatnashgan bormi? Men Qopa, o'chkilarni chiqarib. Maradona dünya futbol sahibi. Maradona'mı Argentina'daki adli bir ailede çoğun olgan. Biroq u kichik chig'idla futbolga ishtiyoq bog'lab, jafoliq mashq qilib, mukammal texnika egillagan. Mana hozir u hammaga tanishliq dunyo futbol sahibi bo'ldi. Futbol uning taqdirini o'zgartirdi. Senga sabr qatnashsin. Uning mahorati uni elga tanitdi. Futbol uning taqdirini o'zgartirdi. Hala, ha? soğuktan al beri. Ma'qul. Mahardım olan bir Kögesiz. Ben hazır gelgice tapkiri oturmam bu. Sabır. Abam doğrusu küfre. Köpçülük! Denizullah! Ağzım çıkın acımı! Arantıma kutullah! Köpçülük! Çıkın acımı! Köpçülük! Ağzım çıkın başlayınız! Köpçülük! Doktorunun tutku çektikken edi o. Lekin tutkunu arab 10'da çıkıp oldu. Tecrübe savasını yekilirsek sunun yokluğunun boğan. Argan deryasının suyunu toktap kalığına 5 yıl oldu. İsminlerimizi suga kandırış için kutup kalkmaktan başka amal yok. Şuna bugünden başlayıp kent rahberliğinin etrafını ziç uyuşup... Ben koşulmayayım. Kuş bırak. Ne mi demek sen?
Biz nima deb kent rahbarligining atrofiga zich uyushid ekanmiz. Men qo'shilmayman. Әмісі біз арақ бұтылқысының атырапы ойыстақ болғанды. Köçekçiliğini diyeceğiz köçekte. Akbacı cık çiçekimi kodanını kaytırıp gelgili bolamdı. Yerim eskende. Hadraka. Kendimizden uyusun şeyden oldu. Bayrak kendimizden gereklerden küçük etti. Mecbur küçük etti. Ne küçük gitmez? Ha? Çağırın ne küçük gitmez? Yurttaşlar, kum koyduk kenti bizim makanımız. At buğa, urtukkalarımızın yatqa yeri muşeri tutsa, küçük ketsek. Yet ayın kılırda. Bırak peşini kim yoklaydı? Oldu. Ben çirkef kılmayın. Noğruz'un burun kuduktun onlu kızış koşulur valla kok etarıma. Gidin tüge. Ketmey durma! To'xtab turma! Yerim bir yerim tepilma! Ketmey turma! To'xtab turma! Qodir aka, undaqsi meni ishimni yo'q. Tüge iştahane, hiç değil. Yo'q kerak, to'xtab turma! Yepimni anlatib, andır benglar bo'lamdi. Qo'shib qolay, to'xtab turma! Yepimni davolay! To'xtab turma! Yepimni davolay! Aka, siz 2008-yili Beyjingda olimpik tanarka yig'ini echildiganligini bilasiz. Beijing'deki olimpik tanarka çıkırdılar. Tüm kuyruk kentidim. Allah kusura. Aka, bunu ko'rgan bo'lmaydingiz. Bu olimpik tanarka yig'inining tamg'isi. Qarindoshlar, olimpik tanarka yig'inining tamg'isini ko'rgan bo'lmaydinglar. Biroq mening so'ramoqchi bo'lganim, bu tamg'ining nimadan o'yilganligini bilamsizlar? Xotin qaysisidan o'yilgan? Xotin nerede? Dal Muşiyada. Kum kuyruk kenti dal Xotinda. Beijing olimpik tanarka çıkırmaya hotel kızlandık ya. Yaqin. Biroq kum kuyruk kentining bolalari Beijingga berib olimpik tanarka yig'inini ko'rib kelishi mumkin. Evet Kadir. Poyti yürek boğatkanlı başlanmaydı. Var mı? Bunun için bizim ballarımız tanarka çıkırmaya köylere Beijing'e baktı. Agar kum kuyruk kentining futbol komandasi nahiya viloyat bo'yicha chempionlikni ola olsa, Beijingga berib olimpik tanarka yig'inini ko'rib kelishimiz mumkin. Muhammed Kadir. Bunu siz kandak bilesiz. Aslida demaydim. Bu bir ishki xabar. Ishki xabar. Bilamsizlar? Hatto Yangsak nahiyasida hech kim bilmaydi. Yangsak bolalarida pul qarta tug'mi qobiliyat bo'lg'achqa, Uyg'ur o'smirlaridan tashkillangan bir futbol komandasi qursa bo'lar ekan. Agar chempion bo'lsa, Beijingga berib olimpik tanarka yig'inida qatnashsa bo'lar ekan. Men nahiyadan keldim. Bu ishni mendan boshqa hech kim bilmaydi. Sizlarni hargiz aldamayman. Endi tashkillasa olimpikdan harakat yig'ini qatnashga ulguradi. Ulgurdi. Bolalarimiz Beijingga berib, bir tarafdan mashq qilib, bir tarafdan o'rganadi. Yaxshi mashqlantirilsa, ularni 2012-yili Londonda o'tkazilgan olimpik tanarka yig'iniga avatidi dedi. London? Ha, Angliya'daki London mu? ha, Angliyadagi London. Manchester Birlashma komandasi. Sheffield, Beckham. Angliya darijadan tashqari komandalar musobaqasi deganlarni biladigansizlar? Muhammed Kadir. Kandak var mı? Poyizdi ba? Aeroplanni berishimiz mumkin. Agar viloyat bo'yicha chempion bo'lamiz, qanday qilamiz? Qanday qiladiq? Sizlarning ko'cha tikib, tutuq qilsinglarmi? Bolalar uchun emasmi? Kum quyruq kentining bolalari nima uchun Beijingga borolmag'idek? Ularning o'z arzu istaklari bo'lishi kerak-ku. To'g'ri dedingiz, Muhammed Kadir. Agar Beijingga bora oladigan ish bo'lsa, mening bolam sabrim Benim qatnashsin. balama qatnashsin. Benim balama qatnashsin. Benim balama qatnashsin. Emas, Beijingga bora olasizlar. Mana men qo'shildim. Oğlum durmayman, qatnashsinlar. Oldu. Köpçülük. Erişimler. Hazır ifade bildirimiz. Bizden bu komandamızı kollap, ballarımızın Beijing'e verişini halaydıganlar kol götürünler. Bizden futbol komandamızın nami Ümit Futbol Komandası olsun.
Kim məşqni yaxşı qılmasa, Beijing'e beriş fursatını başqalarına verib etken boludu. Oldu, hazır işini tuttuğu bölümümüz. Sen bu taraf gel. 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 Seyirçaş, bu yak öt. Ha yak. Sen bu taraf göster bu olarak. Dikkat! Solga vurun! On qara, to'g'rilan! Oldinga qara! Rahat! Dikkat! Hozir yo'qlama qilishni boshlayman. Ismi chiqqanlar qo'l ko'taringlar. Zodi eli. Va, Maradona tabi. va. Muallim, bizning ternerimiz kim o? Buni so'rash hojatsiz. Men sizlarning terneringlar. Maldini Murat, Va, Bagyo Nurmuhammad, va, Bekhamam Varis, va, Ronaldo Sodiq. va. Bugun bizning Umid futbol komandamiz rasmiy qurildi. Terner, mening ismim chiqmadi o. Isming nima? Men Bek, ismim Carlos. Carlos. Hamjamiyati Madrid komandasidagi Robert Carlosmi? Yo'q, Terner, men Umid futbol komandasidagi Erkin Carlos. Yaxshi. Biz jungoliq. Bizning futbol komandamizdagilarning hammasi chet el futbol cho'lponlari bo'lmasligi kerak. Qani so'rab boqay. Qaysinglar laqabinglarni jungoning futbol cho'lponlariga o'zgartirishni xohlaysizlar? Mening ismim Liu Shang bo'lsa bo'lamdi. Liu Shang futbolchi emas. Ishqilib men Liu Shang degan ismni yaxshi ko'raman. Bo'pti, ixtiyor. Yana qaysinglar laqabinglarni jungo futbol cho'lponlarining ismiga almashtirsizlar? Kim almashtirsa, shu komandamizning boshlig'i bo'ladi. Men qalayman Terner. Ismingiz nima? Men Sunminni yaxshi ko'raman. Meni Sunmin deb chaqiringlar. Bo'ladi. Men Sunminni yaxshi ko'raman. Biroq bu qaytim o'tkazganimiz qizlar musobaqasi emas. Qizlar musobaqasi o'tkazilganda qatnashaman, ha? Men kamp boshlig'idan so'radim. Hejat qizlar futbol komandasida qatnashsa bo'lmaydi deydigan gap yo'q ekan. Munavvar, bu o'g'illar komandasi qizlarni olmaymiz. Biroq Jungo ayollar futbol komandasi Olimpik tanakat musobaqasida qatnashadi-ku. Munavvar, ba'zi ishlarning hujjati aniq deyilishi notayin. Sizlar meni kemishtirirsizlar. Munavvar! Munavvar! Kızım! Munavvar! Munavvar! Oldu! Oldu! Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi bolalar. Endi rasmiy mashq qilamiz. Terner, biz qandoq sap tuzimiz? Nima? Nima sabab? Hujum qilamizmi yoki mudofiyani qaytarib hujum qilamizmi? Albatta, hujum qilamiz. 4-4-2mi yoki 4-3-3mi? Nima deysan? Qanday o'ynashinglar bilan karim yo'q. Ish qilib hujum qilsanglarmi bo'ladi? Hujum, yana hujum, yana hujum. To'pni darhol tortib olib, hujum qo'yinglar. Andin vartaq tepinglar. Bildinglarmi? Terner, undaqda o'zimiz bilgancha o'ynagan bo'lmaymizmi? Nima dedi? Qanday sap tuzishinglarni sizlarga keyin asta-asta o'rgataman. Hozir o'z bilgininglarcha o'ynasanglar bo'ldi. Harba yuguringlar. Tinmay yuguringlar. Barliq raqibinglarni oldin katta tutinglar. Hammasi yetishsin, bildinglarmi? Endi boshlaymiz. Menlar. Yaxshi yo'shi. Kim to'pni yaxshi o'ynay olsa, shuni Gelin diyorlar! Top meydanı bu yana! Gel! Hey! Gelin diyorlar! Her şey bu atacak!
Eşkıma. Eşkıma. İsmail, kelip bana yardım qilgin. Yardım qilaman ben? Qanaqa yardım qilaman? Pul qo'yroq kentiga kelib, futbol treneri bo'lgin. Bo'lamdi. Nima? Sen qanday qilib qum qo'yayotgandek futbol terneri bo'lib qolding? Darhol kelib bana yardım qilgin. 4-4-2'den de, 4-3-3'den de, bütün sep boyunca hücum, müdafiyeden de bu atalgılar beni gangırtıp kallamını omaç kılıverdi. Sana yardım qilamayman Muhammed. Rostini bilsam, men bu bilmayman buni. Ha? Nima? Sen neymiş ki bilmeysen? Man qaraganda biladiganlarim ko'p. Ularga mundaqla o'kitib qo'ysam bo'ldi. Muhammed, men asli bilmayman. Men degan bir oshpaz. Odatda ularga top terbiyaman shu. Muhammed. İsmail. Bu qatimki tayyorlik musobaqasining natijasi men uchun to'liq muhim ekanligini bilamsan. Rasma? Qo'rqmag'in, biz bu yaqinda terner almashtirdik. Sizlar futurib qo'ymaysizlar. Muhammed, anladingmi? Nasbasti. Meni ajabmi Nasbasti? Ular qanday o'ynaydi ekan? Qanday top berdi ekan? O'zlari bir-biriga qanday maqsad ekan? Obdaroq ko'ringlar. Sayınlar buldurlar. Buldurlar. Oldu bakırmanlar. Bakırmanlar değil mi? Kırılma. Dokun kırılma. Hadi kırılma. Muhammed, 2 gündür beri bir tenterbiye muallimi gelip tuzulmaktı mı? Ben futbol terneri. Futbol terneri? Kız balıp durup Ne boptu? Çaqirmanglar. Meni demiş bilan izlagan turib. Bu madaniyatdan tarbiya idorasi-ku. Men xizmat qilib keldim. Hozir biz futbol terneri olmaymiz. Shuni siz Nohiyaning sharqidagi tantarbiya maydoniga berib so'rab bering. Siz davozmi? Buni shundaqdir. Changini ustiga minishni arzu qilar ekansiz. Ishimizni ko'ravering. Men ketdim. Rahmat-da. Men sizga o'xshash xizmat vaqtida uxlab o'tkazmayman. Kiyimlarni tashkil edinglar. Ha? Mayli. Bu yoqqa kel. Tezda o'zi. Sizlarga yandan kelgan terner qo'shin, ha? Bu keldi. Bu yoq bizning komandalar terneri bizda.
Tinchlikmi? Chiroyli toyni musobaqada tutquli bo'lmaydi. O'zingizga shuncha ishonasiz, bu qaloqsimda deyishga o'xshamaydi. Qani, biz futbol maydonida baslashib boqaylik. Muhammad Terini. Bo'ladimi? Bo'ladi, Dilbar Teri. Taklifingizni qabul qiling. Siz intayin o'sal ahvolga tushib qolasiz. Herkes qo'rqmanglar. Odatda mashq qilgandek o'ynanglar. Ularning fermeri qiz bola ekan. Qiz bola degan nega yukdan aytdi? Bolalar, çok olmuşsunuz. Benim nazarimda ular dünya çempionu bo'lalaydi.
Aka, nemiga qarab qoldingiz? Argon daryosiga sizchilik vaqtimda bu yer bir daryo edi. Daryoni beliqsa jiq bo'lib qirg'oq sekirishyapti. Shu chog'dagi qumqo'yroq kentini odamlari azimatdilar. O chog'dagi qumqo'yroq kenti cho'qim go'zal bo'ldi. Esimda qilishicha qizil bayroq suv omborini yasagan chog'da internetlar tug'ilgan shuarni biz o'rganaydik. Nima sizga kelganda ko'pchilik doplarni chelib hujum deb to'g'laydi. Unutilsiz shuar. Hujum. Bu yer musobaqa bo'lsa, nimishqa hujum deb to'g'laydi? Albatta musobaqa edi. Yana kelib, shu chog'dagi eng chong musobaqadan. Har qaysi nahiyalardan, yezlardan, dehqonchilik maydonlaridan kelganlar bir-biridan qilishmay, hayrat bilan ishlaydi. Ular ish o'rniga yetib qopib, ish o'rniga hizolanib, 3 oylar suv omborida tutkizdi. Jigit, 3 oylar. Degan qumqo'yroq kendidagilarning biror quduq qazg'uvchilik bu xayrati yo'q. Shuar to'lash u yoqda tursin. Hujum. Qaltis. Haqiqatan qaltis shu ekan. Jigit, men sizdan bir yordam so'ramoqchi edim. Aka, qani so'rang. Chempionlikni cho'qim etish kerak. Bu bolalar uchun emas. Balki qumqo'yroq kenti uchun. Chempion bo'lgandalar qumqo'yroq kentidagilar burunqidek bir yoqdan bosh chiqardi. Bolalarning kiyimlari bek nacharkan. Bu biz qumqo'yroq kentidagilarning bizni ko'rganlik emasmi? Kentini ozroq to'p chiqarib, bolalarga tuzukroq kiyim yetkazib bo'lmamdi. Menimcha, yaxshiroq bir terini teklif qilib tuzish. O'n ishkidilar. Qumqo'yroq kentidagilarning yuzi hech qachon bunday xushbo'qan emas. Yuzinglarning tushkunini endi qilyapmizlar. Bolalarımızning nega sababdan utirib qolganligini bilamsizlar? Ha? Sizlarga iloji kamchilik bo'lg'achqa, ular musobaqada utirib qo'ydi. Agar komandaga qizim qatnashgan bo'lsa, hargiz utirib o'tmaydi. Ha? O'ylab beqilinglarchi. O'zimiz og'zini uchish deb o'tirsak, yuzimiz qandoq chidaydi? Quduqdan o'nni qizishga jur'at qilmagan odamlar qandoq chempion bo'la oladi? Nima uchun bolalarni Beijing Olimpik taraqqiyot yig'ini ko'rishga alatidi? Qo'stig'lar soqqan cho'tqa asoslanibmi? Sizlarga qo'yay. Nahiyadan kentimizga quduq qizish rasxoti bermadi. Kentda bolalar kiyim tikkizidek pulmi yo'q. Yaxshi kunga erishimiz, yuzimizni to'kmaymiz deydi ekansizlar. Amalini o'zinglar qilinglar. Qani, hisoblab aytaman. 12 qo'l kiyim qancha pul bo'ladi ekan? Bu shunday qimmatmi? Buni qimmat degili bo'lmaydi. Voy, teshqima. Muhammad rostmi sizgan bu? Teshqima. Teshqima. Voy, sizni to'lib oldim. Ismim Yasin. Bu yana xo'jayini. Nima? Siz meni to'nimsiz? Albatta. Men davozlarga havas qilaman. Voy, qanday qilib futbol komandasining yetakchisi bo'lib qolasiz? Davozlik qilmoqsiz? Vaqtincha yordam qilyapman. Keyin yana davozlik qilaman. Davozlik mening yerim hayotim. Muhammad, davozlik sizning yerim hayotingiz bo'lsa, mening butun hayotim. Davozlikni bek yaxshi ko'raman. Muhammad, mening bir planim bor. İkimiz hamkorlashib, cho'ng titiki bir davozlik atrofida tashkillaylik. Biz Xotandan boshlab Xinjiangning har qaysi joylarida o'yin qo'yaylik. Siz chiqanda. Qo'shilamsiz. Kechiring Yasin xo'jayin. Hozir bu vaqtda so'zlashga vaqtim yo'q. 12 qo'l kiyim. 3400 yen. Muhammad, bu kiyimlarni mana men yordam qilgan bo'lay. Qana. Yaxshi gap qo'y. Ha, olmaydigan bo'ldim. Kechir. To'xtang. Bu mening ism kartam.
Mening mushundaq do'konimdan bir qanchasi bor. Mening yana o'zining shirkatim bilan pish-pishlab ishlasa oldim bor. Pul yetdi. Qalingizdan o'tsa, meni qachonda izlab kelsangiz bo'ladi. Xo'sh. Xo'sh hamsa. Mana. Anqara. Polat Temir komandasining terneri bu yerga nima kelibdi? Ha? Tanışamsizlar? U nima ish kelibdi? O komanda a'zolarini setib olib kelibdi. Ularni setaversak, musobaqani qanday qilamiz? Bugun kelgansiz, undaq komandaga zapas a'zolarini saqlab qo'ying. Men qo'shilmayman. Bunday sayyor komanda uchun men ishlamayman. Bu qanday gap bo'ldi? Men savdogar degan tijorat qiladi. Siz meni ternerlik taklif qildingiz. Agar meni bu yerga komanda a'zolarini setib pul topib taklif qilgan bo'lsangiz, ishlamayman. Esingizda bo'lsin. Biz to'xtamlashqa. Zdani. Gel. İsmail, kim kalsan mı? Yet, böyle dedi. İşin var mı dedi? Allah. Biz sana birkaç faydalı materyal yedirdik. Bek yaxshi oldu. Bu kitapı bana bek lazımdı. Kim evetti? Ha? Kim dersen Dilber evetti. Ha? Dilber? O sana muvaffaqiyat tilaydiganligini aytdi. O mana deb kitob evatganda u. Ha? İsmail. Ha? Ha? O nada? Onunga rahmatimni aytib kelay. Dilberma, o ketdi. İstifa berib ketdi. Nemishqa? Sababini bilmadim. Men borganda narsa keraklarini yig'ishtirib Urumchiga bormoqchi bo'lib ketgan. Ay, İsmail. Kelma. Ne var mı? Mal diyelim ki mamam ben ustak mı? Tamam, neler olsa ip vermez. Bu ne? Adayla kandı o. Yeter yol bulamıyorlar. Git sonra git. Selbe. Ben eşim oldum. Selbe. Ben kendimdeki varlık işlerine bakarken sizden... Ay. Selbe. Sizge terner bu perşansı ötünüm ben. Selbe terner. Selbe terner. Mağmak buradan. Ötünüp kalay. Muhammed, bu neymi kızınız? Selbe. Bilemsiz. Aşı balalarının arzu armanları var. Hatta Urumchida bo'lsangiz bundoq yaxshi bolalarni topolmaysiz. Mana ishini. So'rayman, qiz bola tursa. Dilba. Qiz bola qanday futbol treneri bo'la olsin? Dilba. Dilba.
Kechirim. Sizdan afv so'rayman. Dilbar fermer, biz dal sizdek qiz fermerga muhtoj bo'lyapmiz. Muhammad, Nesbatqan futbol komandasining gapini qiladi ekansan. Seni qandaqmi og'ayniligini bo'lsin, bu mototsiklet bilan ohaniyat kiyib kelgan edim. Hazır sizlerge, yeni fermerimle konuşturmayın. Bu yak, Dilber fermer, parçalayın. Gel sizlar tanıp getirsem o. Bırak meydanlık ormanlarını bilemem. Bir ham var. Çiçini boyagan mı? Yok, babamның çeçi seyrek kentdi. Dadamның çeçimi seyrek. Şuna benim çeçimi seyrek. Şundak mı? Bırak menimçe bir hamda mı kanlaşkan kelsin? Qarasam sizmi Rauldan chiroyli keldi. Balalar bizning aytgan loyihaga kiyimlarni kiysa, cho'qim o'sha Adidas kiyganlarni yengib oladi. Hayrat qilma. Komanda a'zolari sizlarga chiroyli kiyimlar kiyib Qara, numarani qayta tushib qo'yibsiz. Qarama, buni o'shama. Hozircha 8-da 2 bo'ladi. Musobaqa oz qoldi. Vaqti chiqib turmas. Balalar, ketin quloq solinglar. Erta 2-chi maydon tayyorlik musobaqasi o'tkaziladi. Biz birlikda muzokara qilaylik. Hozir bizdagi asosiy masala maydondagi o'rnimiz. Qaychoqdek har yoqqa yugurib yursak bo'lmaydi. Bildinglarmi? Odamlar qaranglar. Hozir men har biringlar birdan o'rin belgilab beraman. Maradona, Zidane, ishqilgan maxsus pas beribsizlar. Ronni, sen tembel bo'lgan lekin o'tirmaydan turib hujum qilmasliksan. Bu nihoyat muhim o'rin. Qalamqan yugurmas, bildingmi? Agar men deganda qilsanglar, ishonmanki, az cho'qib o'tirib qo'ymaysizlar. Ishonchinglar bormi? Bor! Yaxshi, boshlaylik. Bu qumliqni maydon qilib mashq qilsak bo'ladi. Bu yeri chiniqqan bolalar, chidamliq bo'ladi. İkinci numaradan tekrar. Birinci numaradan mı yaşlı? Peki yapmadınız mı? He. Beni yazıvatsız. Ben şıklandırış planını yazıvadım. Balalar uxlab bo'ldimi? Ha. Bugün her halda o'tirib qo'ymadik. Xeyr qildik. Helim ular xeyli tirishdi. Bu balalar muntazam tarbiya ko'rmagan, harakat qo'pol, texnikasi ojiz. Qisqa vaqt ichida o'zgartib olamaydi. Bunday komanda kollektiv kuchga tayanmasa, xatolashi mumkin emas. Muhammad, sizdan bir ishni so'ramoqchi edim. Bo'ladi, so'rang.
Rahmat. Bana Beyjingga berip, Olimpikdan harakat yig'ini ko'rish fursati keladi. Bu mundaq gapdi, Dilbar. Men balalarni shundoq umid bilan o'yinsin demoqchidim. Rost aytaman. Lekin bilishingiz kerakki, umidlarning hammasini amalga oshishini notayin. Men sizni tosh qilaman. Sizdan xushib qolay, Dilbar. Men sizning bu balalarni, qo'nqo'riq keltiriklarni bundoq olishingizga qarab turmayman. Qizim, qumliqni ketishingiz sovuq bo'ldi. Bu sizga asqotadi. Sizlar urushib qoldingizmi? Qizim, men bo'ldingiz. Hech nima bo'lmadim aka. Bir kir olg'a ilishishini maslahatlashyapmiz. Balalar issiqda bir kun yugurib tarlab kiyim-kechak paypoqlari purab ketibdi. Ukam, mushunchalik ish qilmagan qo'yib ketamdi. Bizning uyda birsi bor. Uni ata Eljon aka bersin. Yana ot yosh, go'sh, to'qo deganlarni mo Eljonga akazirib qo'ydim. Rahmat aka. Nima aytdi? Aras. Ata, men taklif qilgan so'chliq mutaxassis kelib quduq qazilgan joyni bekitib bermoqchi edi. Komandani sizlarga topshirdim. Shundoq bo'lsin hamsa. Xo'sh. Rahmat sizga. Muhammed Kadir, kent başlarından değişti meni izlab kelsiz. Anlasam bura yansak bo'yicha eng usta oshpazkansiz. Biror ishni qismat bo'lmamdi. Ha, o degan burunqi ish. Men hozir aroq ichishdan boshqaga yaramayman. Bizning komanda qatnashib, balalarga azto'li ish qilib berishni xohlaysiz. Muhammed Kadir. Nima olamsizlar, ha? Bizga hozir bir nafar ozuqshunos oshpaz lozim bo'lyapti. Qaroqni tashirsangiz, siz eng muvofiq kelasiz. Men eng muvofiq kelamanman. Men? To'g'ri. Lekin azaldan men sizga ilqi ozuqshunos degan ishni baxmagan tursam. Ozuqshunos deganimiz balalarga tamoq yetirgan odam. Tamoq yetishda chatoq yo'q. Muhammed Kadir, cho'qim bolalarni berib samirtibdiman. Samirib kelsa hargiz bo'lmaydi. Siz cho'qim terini tuzib bergan tamoq turi bo'yicha tamoq yetishingiz kerak. Chatoq yo'q. Men shaharda oshpazlik qilsam, bir oyda 3 million topaman. Biroq bir shartim bor. Men sizga unchalik jiq pul beramayman. Men pul olmayman. Qizim komandanlarga a'zo bo'lib, keyin sizlar bilan Bejing berib, olimpiklarga chiqishimni ko'rib kelsin. Qizingiz kim o? Munavvar. Munavvar? Elaqa o'zini Sunuvan deb atamoqchi bo'lgan qizmi? Ha, qandaq. Biroqni qo'ying. Umid komandasida Munavvar bo'lmaydi ekan. Menmi bo'lmayman. O'yinni betam. Men ketdim. Hay, xushbiroq. Bo'ldi. Lekin mening bir shartim bor. Munavvar qatnashdi bo'ldi. Mening shartim shuki, aroq ichmaysiz. Agar aroq ichganingizni ko'rib qolsam, har ishkinlarni ketkizib bitaman. İşte ne yeysizler? Tayyorlan! Git! O'rnadim turinglar! Turinglar, ket! Hammalar o'rnadim turinglar! Ket bo'linglar, ket! Ket tura! Tayyorlanlar! Tayyorlan! 1, 2, 3, 2! Beyxon, tezroq bo'lsam bo'lmamdi! Tez yuguramiz, yuguraman! Yetilib nima qilsan? Unutib qoldinglar, u degan so'lxay. Turinglar. Hech turinglar. Qaysi komanda futbolchilarni bundoq mashq qiladi? ACB'dan komandasimi, Xonjimati Madrid komandasimi yoki Manchester bilan komandasimi? Turinglar bo'lsa damlar. Sizlarcha qanday mashq qilsak bo'ladi?
Yügersak mayli, biroq putimizni yetib qo'yib yugurish qilsam. Üstümeyle komandiskilarni bundoq yugurmagan. Ya'ni-chi? Terner, siz yangi keldilar. So'ng avval bizning texnik saviyamizni o'qib beqishimiz kerak. Sabir, mahoratning nihoyat yaxshi ekanligini bilaman. Nima uchun 0-12 natijadan o'tib qo'yganlarini bilamsizlar? Har biringlarning texnikasi yaxshi ekan. Biroq sizlar o'zinglarni cho'lpon hisoblaysizlar. Nazaringlarda faqat o'zinglar tepayotgan to'plaba. Esinglarda bo'lsin, qachonki bir surat tash qadamda 100 metrga yugurib bo'lsanglar, har qanday komandadan qo'rqmasanglarmi bo'ladi. Bo'ldi. Bag'inib yugurishni xalqlarga qo'l ko'taringlar. Qo'shildim. Bo'ladi balalar. Amsa badan quvvatinglarni chiniqtiringlar. Yugurimiz dedinglar-ku. Bu to'g'riqni ko'rdinglarmi? Uni 20 qatim aylanib chiqinglar. 20 qatim aylanib yugurib bo'lganda andan sanab kelasizlar. Tutinglarmi? Bo'ldi, ag'achini eshitinglar. Chaqqa bo'linglar. Aktamlar tez bo'lsin. Tez yuguringlar. Tez. Terner. Bu to'g'riqning doirasi ekan. Odatda men bolalarni 3-5 qatimgacha aylantirdim. Siz bu bolalarni jaranga o'xshash chidamli degan edingiz-ku. To'g'ri. Ular qandaqli bo'lmasin bolada har holda cheki bo'lishi kerak. U sizning chekingiz, mening emas. Bo'lmasa boshqa birisini taklif qiling. Bo'ldi, Muhammad. Tamoq yeyish vaqtini men bekitaman. Yetishinglar. Yetishinglar. Hakkıma çakkal olsun. Gayret kılma. Kes. Gayret kılma. Kes. Yetişinglar. Kes. Kes ulan, kes gayret kıl. Kes kıvamından. Kes İbrahim. Kes. Oldu. Tamam, yine bak. Tamamlık meşgulümüz. Kaçtırdık Allah'a. Hey, sıra orada. İlican! Anlamadın mı üstüne? Gel başla. Bu kılıklarını biz kızı değil. Ballarımızın kendi kasap bulmaz. Biz ulağa uygulamışsınız ki. Ana bu gibi cahaydı bu oldu. Oku bu hareket oldu. Bu saçlarına değişecek. Bu boyut kendine asla bir deniz var ya. Hey? Ah durmayın. İşlerimizde çoktan işler var. Durma. Gerisi. No'chi bo'lsanglar, sizlar yuguranglar. Men yugurам kerakman. Hech qayda buni mushtoq qilmasdan. Mushtoq qilmasang, bizni hozir bolalarga ketkizib qo'ymaysan. Mendan ko'ramizlar. Sizlar xato yugurmaganmi? Siz hadisni sog' o'xshash xatolashmadi. Sana oxirgi qitim fursat beraylik. Yana xato qilsang, hammamiz urmaymiz. Men gap qilaman. Bunda qilganning hech qanday foydasi yo'q. Amal tekishimiz kerak. Men komanda beray. Bir desam, umtularni ishga desam, sol tugan chiqaringlar. Qanday? Mana o'ynoqning gapini texi andikilib bizni boshqarmoqchimisan? Senga boshqarmsan? Sen mendan degani to'g'ri. Qo'shilaman. Men qo'shilaman. Bolalar, diqqat qilinglar. Avval to'pni olamiz. Komandaga diqqat qilinglar. 1 2
Quduq qazish ishi har qancha aldirash bo'lsa-mu, berib bolalarga madad berib kelsak bo'ladi. Agar bolalar musobaqa davomida o'ziga ishonch turiza olsa, mayli quttursin, qutsin. Biz tutgan bo'lamiz. Tutturak mı geçti? Vallahi mending qushalar. Ey, bo'ldi. Chapdan yig'ilma. Sananglar. 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cipsanı sanıqanlar, bir qadam olib chiqinglar. Sizlar ishki guruhga bo'linib, hozirdan boshlab barliq taktikani ishlatib, men bilgan mushur ishki guruhi bo'yicha mashq qilsizlar. Ko'rni, men oldingi guruhga chiqsam bo'lamdi. Nimishqa Sudanning eri? Maradona pek shaxsiyatchi, boshqalar to'xtamaydi. Endi sen bilan bir guruhda bo'lishni xohlaydi odamsan, to'pni qarisiq tepishni bilasan. Ozroq texnika yo'q seni. Har holda sendek shaxsiyatchidan ko'p yaxshi. Bilaman, ba'zida komanda boshliq bo'laman deb bo'lamag'achqa o'rnini tortib olishimda qo'rqdim. Men bu komandani boshliq bo'lishga tegishli. Zanirgan Fransiya komandasining Qabul boshlig'i. Shundaqmi? Qabul taqir boshqa shu. Bo'ldi Sudanning eri. Maydonda raqibini tanlayamansan? Yo'q. Seni jazolayman. Mashq oxirlashgan ekan bu to'g'risini 10 qatim yugurib aylansan, ha? Obdan o'ylangan. Hatto raqibini tanlayolmasam, hamrohingni tanlashga qanday huquqing bo'lsin? Yugurishni xohlamasam, o'tdan o'yinga ket. Maradona sabr, seni 10 qatim aylansan. Sudanning nima uchun sen bilan bir guruhda bo'lishni xohlamaydiganligini o'tdan o'ynab baq. Uning ustiga beshlik. Uning ustiga anchagina inson yaxshi. Sho'qin, mashina kelmaydi. Men tashqarmagan o'yinlar. Bu bolalarning ko'nglining yerim bo'lishini xohlamayman. Bir odamning umrining barbod bo'lishi, umrining yo'q bo'lishidan qo'rqaman. Bolalar, o'zlari hal qilsin. Aynoynoq, ko'zingni ichib obdan qara. Bu o'g'illar futbol komandasi. Agar dadam oqishni olmagan bo'lsa, sen bizga to'p terib berading. O'g'illar qanchalikda? O'g'illar futbol o'ynay olsa, biz o'ynay olmaymiz. Bilamsan, dunyodagi futbol cho'ponlarining hammasi er. Chunki ayollar futbol komandasi birinchi o'ringa o'tgan texi. Munavvar, to'xta. Munavvar. Maradona tutun yığın. Jumayman uyqum kelyapti-da. Fermer bizni issiq suvda putimizni yuvishga buyurdi. Silvan, ikkimiz putishayli. Agar putimni yuvib qo'ysam, sana karama texnikamni o'rgatib qo'yman. Qanday? Cho'qim yolg'on davatsan. Topshohining nomida kafolat beray. Seni oldimidim. Nima? Maydonda men biz tushadigan hech kim yo'q. Qanday? Ma'qul. Voh, nima degan rahat. Haqiqiy dunyo topshohimi undaq rahatni fahmagan bo'ldi. Suv tayyor bo'ldimi?
kızını bozak bakma. Hay, ne bulasınlar? Benim ne buldunlar? Hadi kurtulma. So'rang azmatlar, bu yoqqa kelinglar. Azmatlar kelinglar. Anglab turinglar. Esinglarda tutinglarki, to'pni o'z oldinglarga etmangmay, o'zaro pas beringlar. Qaranglar, ha? Hujumchi qarshi tarafning orqa mudofaa o'rniga diqqat qilsin. Qoidani buzmasin. Buni qaranglar. Kutilmaganda yandan bosib o'tsa, Ronaldo Sadiq sunun munavvar. Kuytamo. Sergey undoq demidi-ku, faqat musobaqa qatnashmaysa dedi. Hujumchini bo'lishni kafolat qilishimiz kerak. Qilmayotgan bilan o'xshash qilib. Umidimni yo'q qildim. Yo'q, Sen mening to'pishimni nobud qilding. Sen to'p o'ynamasangmi, uyingga berib dadangdan top kelishni o'rganib topchi bo'la olaysan. Men-ku urush shundoqdi. Buni qara. Sizning hujumchi Hozir topchi bo'g'im yo'q. ko'rib, yugurishni Top o'ynayman. Beyjingga berib o'zim fitnalarga chig'inni ko'raman. Mening bog'im bor. Tugashdi. Butunlay tugashdi. Kechirgin Maradona. Xato qildim. Bundan keyin sendan qusur topmayman. Bo'lamdi. Men bundan keyin shaxsiyatchilik qilmayman. Yaxshi to'p bo'lsa pas berman, ha? Biz ishimiz berib Muhammad boshqa yolg'ir boqayli. Tezler ishqitsin afu so'rayli. Juradi. Men tug'ilibla opam mening bilikimning boshqalarnikidan uzun ekanligini bayqab ekan. Dadam bilak uzun bo'lsa yaxshi, bilaki uzun odam tug'im navoy bo'ladi deydi. Shunga mening g'oyam dadamga o'xshash usti navoy bo'lish. Men Beijingdagi tantarbiya saroyining sirtiga Jungo bo'yicha eng chong to'g'ri silib, musobaqadan yongan har bir odamga istisnon yutgan deyman. Kasalliklarga yerim bag'ada. Jungo'ga haqsiz berman. Mening burunqi g'oyam dadamga o'xshash topchi bo'lish edi. Jiqqil topili bo'ladi. Biroq hozir topchi bo'g'im yo'q. Hozir orzuyim to'p o'ynash, nahiya bo'yicha chempion bo'lish, undan viloyat bo'yicha chempion bo'lib, Beijingga berib Olimpiyadaga sig'inni ko'rish. Maradona, agar sen bu tepim Olimpik tanarka teg'imni ko'rishga boramisanchi? Bu chog'da qaytib ketib top kerishni o'rganaman. Dunyo bo'yicha eng yaxshi top kerib, chiq pul tepib, opamning kasalini davolataman. O'zim pul chiqarib aeroplanga o'tirib Beijingga borman. Sunun munavvar sizga keldi. Yurashib bo'ling. Kichik vaqtimdagi eng chong orzuyim dunyo bo'yicha eng tez yuguradigan qiz bo'lish edi. Nemishqa? Chunki men eng tez yugursam, dadam qarab ishchanmaydi. Burun dadam uyda balkondan hammani ip chiqib qaraqalatdi. Atam amalsizlikdan qolgan ozg'ina pulni yoshirinch kiyimlarimning bir yerlarga tiqib qo'yatdi. Dadam tuyib turib meni qovlaydi. Men qochatdim, oldiga elimga qarmay yuguraydim. Apam orqamdan "Munavvar, tez yugura, Munavvar" deb to'laydi. Keyin men cho'ng bo'ldim. Bir kuni tuyuqsizla har qancha tez yugursammi, dastimda dunyo bo'yicha eng tez yuguradigan qiz bo'lib chiqsammi, hech foydasi yo'qligini tushundim. Apamga yetishamadim. Apam ketib qoldi. Meni tashlab ketdi. Shunga meni orzuyim dadamni haraq ichdim to'saysa. Menga haraq ichmaydigan qilish meni orzuyim opamni qaytarib berganish. Sunday munavvar. Bu sizning komanda formangiz. Ertadan boshlab buni kiysiz. Yana buni bor. Taqlayman. Ben başta kim Jongo top çolpunun ismini kullansa şu komanda başta boludu degan edim. Köpçilik, komanda başladı, Sunminni qarşılaydı.
Hozir orzuga Beijingda olimpik tanaffusini ko'rish. Agar bu dedim olimpik harakatini Bu chaqda dab ko'rishim. Chiqarib qo'yiladi Beijing xonlar. Nima bo'ldi? Kentish hozirda biz sizlarni izlab keldik. Bu yerda qolasiz. Biz ham mashq turma. Kechiring. Bilmadim. Katta direktor, bizning bu alqanchiliklarga qanday mo'yinish bilan keldik-kin? Tanıştırıp koyay. Bu yak komandamızın yetakçisi Muhammed. Sunun, Maradona bilen Ronaldo qani? Tek o'rnidan turmadimi? Taqalat yerni. Ular uylarga ketdi. Uylarga ketdi? Qachon? Oqshom Totus kelib deb ketdi. Muhammed. Biz aldırış kuduk kızıvatsak, bazılar aldırıp kum kuyruk kentinin holunu kovduğu duruptu. Keler hatta halk oluş musabıkı ötküzülüğünden dursa, aldırak bunu da varlarını rakibimizi seçip veripti. Kıyın, erken, şimdiki tapdine gap olsa uçturamızlar. Ras, Sabir'nin Osman aşkan tıpkı mektubu katılış yakırık toxtamı imza koydum. Pulum aldım. Bırak ben aldamcı emas. Hakka ziyan yetkizmedim. Sen hiç kim adamçı? Eğer çağlı kim çempiyonluk erisek Beycan'ı olimpik hareket yığını kögül barımız gen bolsa, şu aldamçı. Sizler bilisizler. Sabir futbolun eşkamırak. Eğer sizlerin balağına şundak olsa, balağlarını montsuz mektep terbiyeliş gibi veremsizler, ya ki bir aldamcı tutsuz koyamsizler. Ha, şu emas bu. Aldığınlarda qasam qilib beray. Agar mening balam Beijingga bora oladigan bo'lsa, u to'xtamdan voz kechaman. Pulni qaytarib o'taman. Muhammad, sizlarni oldimidan deyalamsa? Muhammed. Kechiring. Osman Hoca'yı bile toxtab size bütün demek oldu. Sen aslan oturam, sen kurgamadan mı? Oldu. Yig'lab emay. Ronaldo. Mashina chiq. Dilber, Muhammed'den haber var mı? Sözün temerrütü koydum. Onu tabadağın işini bana tapşırın.
Yazdım Kuzey. Barlıq şərtlər toxtan bezildi. Toxtan boyunca bizimiz. Balalarının Beycan'a bardığın işi şundaq bektirdi. Bunda qilishiniz arzimdir. Bu mening arzuyum. Shundaqla balalarning umidi. Meydanında o da düşkün davazda oyunu közlük, köpçülükte saksı numaralarını oynat verdi. Tamamlarla bir neçe söz kıyransınız. Geçirullah, benim bu bilgine kötüm yok. Oldu. Beni süre kısaltmalar. Oldu bak ya kısmına. Aka. Jigit. Ahir qaytib kepsiz. Dilbar sizni izlab, sana bo'lib qoldi, tas qoldi. O'g'il bo'ltirib mushunda qilamsiz. Kechiring aka. Balalarning qishir berishdan xijil bo'ldi. Kentdikilagim yuz kelamayman. Jigit. Hargiz unutib qolmang. Siz bizga chempionlikni eplamoqchi edingiz-ku. Jigit, bu radio buzilib qoldi. O'ngshab beraman. Sizga rost gapni qilsam, men burda bilgatdim. Siz olimpik tanaka yig'inining gapini qilganda buning yolg'on gap ekanligini bilgatdi. Aka. Amsi nemishqa? Ko'ngillik bilan qilingan yolg'on gapni yomon ish degili bo'lmaydi. Futbol sizlar yoshlarning o'yini. Biroq Qonqo'liq kent uchun aytganda futbol ko'ngli chechilib ketgan kishilarni bir yerga jam qiladi. Jigit, qara. Sizga rahmat aytaman, Muhammad. Rahmat. Yolg'on gap qildi. Bunun kari chaqlar. Siz mening yeshimga yetganda hayot mamatning, rost yolg'onning birlik ish ekanligini tushunasiz. Esingizda bo'lsin. Qorong'ulik bo'lmagan yerda yorug'likmi bo'lmaydi. Dağ. Başlıq, bir eğiz gap qilmoqchi edik. Dağla. Nimaga? Biz mudofiada turmay hujumga o'tamiz. Biroq hujumchi bo'lmasa, biz yana hujumga o'tamiz. Biz chempionlikqa erishamiz-mi, hujum qilamiz. Yaraysa. Hujum qilamiz. Ularga karomatimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak derler. Yaraysa. To'g'ri deysizlar, azimatlar. Biz ana hujum qilamiz. Cho'qim hujum qilamiz. Bu kent rahbarligining qarori. Aferin, itibarı bostan. Ular hozir dunyodagi eng yaxshi futbol komandasi. Chiroyli formni kiysanlar, sizlar cho'qim qo'llab uchun shayrat qildirsizlar. Cho'qim hujum qilinglar. Qanday qo'lga keltirishinglar kerak. Hujum! Hujum qil!
Yeninsat naiti boyunca tüzülgen birinci nöbetlik Yeninsat topluluğunun çalışı Yaşar Sendep Futbol Müsabakası'nın en boğut müsabakası hazır başlandı. Abi, bir yere gitmişler de hayvanlarını tutmalara, yüzünleri bile yok şöyle. Bu vallahi ne oldu? Oyun, kupa kılın. Ne koydunuz? Sen kim için top oynamışsın? Ben sizden sitvaman. Ularni ro'yxatida alishashim. Ularni g'azini keltirmalar. Ular bizdan ikimiz qo'yib chiqadi. Sabır, anlatsın. Keyki meydanı yiyen aslında öğrenilirse kul buyruk geldi, kepçi düydü ben. Mudofaa diqqat qilinglar. Buyurunlar. Biz bulunlar. Bugün babalar değil, boğandı. Hemmisi halıdan geçti o. Ular bahçe delishib ketdi. Qora ketdi. Uçurumu xatarlik. Hemmimiz birlikte huzurla kolayı. Huzur! Vursanın çatakça! Yürüsün! Huzur! Sabır diplomatça çatakça! Atlayılıp tamam topunu da bunu. Karabırak kaldır. Kuyruk kendini. Oğlum hadi. Ya şunu bir. Lütfen. Tutun insan bebe. Şimdi de bir şey olacak. Hadi. Hadi insan. Gidin. Gidin. Avuçun tekrar almak sürüyecek. Ben gelsin olacak. Ben gelsin olacak. Neresi?
Agıyor. Pantolonunu açmaz. Arıklan birisi. Bununla uğursuzlarla değil burada. Gerisi arıklan birisi. Yaşar ama bazı kısmına erir bir burada. Neyse uğursuz adamdı. Aslında uğursuz şey. Ben yeterli. Ben bana ödedim ama uğursuz adam diyeceğim bu. Benim amalım yok. Toplam bir şey mi? Kötü